Hi guys, salom yaxshilar. Ko'pchilik so'rabdi, qaynonangizni opasidan nimaga kechirim so'raysiz deb. Chunki bir kuni videoyimda aytib berganman. Qaynonamning opasini eri anaqa o'ynay osgani, devorga o'ynay osgani kelganda men chiqmagandim. Shuning uchun xafa bo'lishganda o'shandan beri gaplashmaydi men bilan. O'zi ancha oy bo'lib o'tib ketdi. O'shandan beri men bilan gaplashmaydi. O'shanga uzr so'rab kecha chiqdim. Uzr so'rab chiqdim. 300 ming pul berdi. O'g'limni tug'ilgan kuni bo'lgani uchun 300 ming pul sovg'a qilib berishdi. Shunga qaynonam gapirdi, qara kechirim so'rasang pulam keladi deb. Shunaqa gaplar. Opacha, uy olganingizdan armiya deyapsizmi? Aslida qamalganmi xo'jayiningiz? Qamalgan bo'lganda men qamalgan deb aytgan bo'lardim. Agar qamalgan deb aytsam, ko'proq menga prosmotr yig'iladi, ko'proq odam keladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, uyalganingizdan deyapsiz. Men даже lifchiksiz o'zimni lifchiksiz olishga uyalmayman. Nimaga bu gapdan uyalishim kerak? Erim armiyaga kontrakt asosida 5 yilga ishlagani ketganlar. Kontraktini puli yaxshi chiqqani uchun bizni kvartira olish niyatimiz bor. Shu kvartiraga puliga kvartira olmoqchimiz. Shuning uchun kontrakt asosida ishlagani ketganlar. Sog' bo'lasizlar.